Ben yarım maşbinni tatip kaldım. Ben şu 4 yılın aldıda Ürümçi şehirge kelgen vaqtimda qishimda o'tdas pul yo'q, men dishani ko'daman. Mushu dishaninki o'ttirsida men bir kun uxlagan. Asli imayak kasanlar, mekanlar ko'stibay. Meyak qalsaq, aşağıdaki o'rindiqni ko'daman, o'rindiqni. Aş o'rindiqda uxlavasaq, shundama qattiq yomg'ir yog'ib ketib, suqoqlab ketib, ya yotqanmi yo'q. Ürümçek gap 36 gün iyilik tıklayıp soda kıtmaz deyip nurgun ziyadını tatip getip aşağıda yetip uyadın çıkıp yağmur yağıp getip aşı dişanınki işçi kip müşahede uxlagan ben aynı vakitte kip kalap akalı bana del müşahede men olturupça şu hayatlık doğruluk hem de qattiq hem de oy xalqib ketken vaqtimcha hem de müşahede Naq gapga kelsak, Ürümchida men nima ish qilganda uxladim, og'ir kunlarni ko'rdim deganda, bunda o'ylab baqsam, bu hayotimni isrof qilganlikqa o'xshatgan. Amaliyotda odam qancha tirishgan vaqtda pul topolmayotgan, lekin tirishmagan vaqtida tuyoqsiz pul topib qolayotgan. U pul deganni aqlli odam topolmayotgan. Pul deganni ya dört adamı topolmayotgan. Ba'zi chog'da dört adamı pul topib sotgan, aqlli odamni pul topib sotgan. Ba'zi chog'da shundaymi kayfiyati nachar odamni muvaffaqiyat qozonayotgan, oliy maktabda o'qigan odam muvaffaqiyat qozonayotgan. Demak bu bizningki hayotlik xaritamizga yozib qo'yilgan ekan. Siz mancha ish kelgan vaqtda muvaffaqiyat qozonasiz, siz mancha ish kelgan vaqtingizda vanxonsiz deb ashunda sizning hayotingizni belgilab qo'yilgan ekan. Shu men bir og'iz gapni deyishni bak yaxshi ko'rtma. Loteya sizni bovan bulang degan bo'lsa, siz bovan bulang. Aşı bovallik xizmatini qilib, aşı xizmatni qilish jarayonida siz bir narsani o'rganish intayin muhim o'rin turibdi. Siz vaymaychilik qilsangiz hech qisi yo'q. Men vaymaychilik qilib boqqan. Odam vaymaychilik qilish orqali cho'qim bir narsani o'rganish intayin muhim o'rin turibdi. Mayli siz bilgan pul topamang, mayli siz necha million qarzga kish ketmang, bu muhim emas. Muhimi o'sha qarzni qaytarish jarayonidagi bardoshlik berish kuchingizni yuqori ko'tarish degandek narsalar sizga muvaffaqiyat olib ketgan. Shunga men ayni vaqtda naq maydon dars ochishmi deb 2 yilning oldida shunda ama tashviqot deganni qilib ana-manasi qo'yayotgan vaqtimda naq maydon darsiga 100 odam kam etdi. Lekin men to'xtamay uning bilan karim bo'lmay shunda ama to'g'ri chiqib kelib xuddi men tunji qatimliq naq maydon dars so'ziga vaqt 2 odam ketgan naq maydon darsiga. O'ylab qo'ying 2 kunlik zalninki pulusi 8000 qo'y. Lekin 2 odam faqat 800 qo'ylan pul to'lab kelgan vaqtda men ash 2 odamni qaytarib etmay, men 2 kun dars so'ziga nashilgan vaqtda. Nurg'un odamlar zan chiqotim oldim desimi yo'q deb men dars so'zlab qilgan. Bugun kun kelganda o Ürümchiga kelib dars so'zlamtimi nega bo'lsam bir odam anglaydi darsni. Men shu Ürümchiga kelmas lekin bir odam allaqachon darsga tizimlatib qilib qo'ygan. Faqat shu 4 soatliklar uxlasin deb jamdi. Ürümchiga kelib endi shu his qilganlarimizni sizlarga ham bahirligim kelib qoldi. Shunlashqa men darsga bir odam kelamdi, on odam kelamdi, u men uchun munosabatsiz. Men uchun muhim shunda ama hozir shu ustozlikni yaxshi qilish. Bir kunlarda men shu tomoq qachamdan ayrilgandan keyin shunda ama nomim uchib ketgandan keyin balkim yana bilak ishdan birisiga taqdirim bitilgan bo'lsa shunda ama aşı bo'yicha harakat qilsanlar lekin bu to'g'ri degan gap. Lekin jiq odamlar mendan so'raydi. "Muallim, nima ish 2 yilning oldida sizning naq maydon darsingiz qatnashmagan bo'lgandim. Men sizning darsingizni 5 yilning oldida anglagan bo'lsam, bugun kun kelganda men bunda olib ketdim" deydi. Esingizda bo'lsin, siz mag'lub bo'lganligingiz uchun, siz qiyinchilikda qolganligingiz uchun biz uchrashdik degan gap. Demak, men 2-oyning 16-sida Ürümchida dars so'zlasam, darsga ketgan odamlarmi nima uchun darsga kelganligini bilmaydi. Men nima ish Ürümchiga kelib naq maydon dars so'zlayotganligimni men bilmayman. Men 4 yilning oldida Ürümchiga igilikligiga kelgan, lekin o chaqda hech nimam yo'qdi. Sensim yo'qdi, pulim yo'qdi. Men uchun 100 qo'yliq yotoqda yetishmi intayin tez vaqtlar o chaqda. Abdozg'imi chiqmay 10 kilometr yo'lni piyoda mang'atgan, hatto shu bog'chilarda ayni yotgan vaqtlarmi bo'lgan. Demak, har qanday ishni o'rlashtirib qo'ygan bo'yicha siz minnatdorlar bo'lsangiz har qanday holatdan cho'qim siz vaqt kelgan vaqtda shu turmush, tabiat sizni
tuyuqsiz muvaffaqiyat qozondirgan, tuyuqsiz natija qozondirgan. Siz faqat mushu ta'laga ishini alisingizlar lekin. Shunga men sizlarni darsga kelinglar debmi majburlamayman, ham dars qatnashinglar, bunda sovg'at bersizlar. Sizlarni bunda narsaga aylantirib tutma deb desammi yana o'xshash ketib qoldi ketdi. Demasammi shundami? O'xshash o'rganib qoldi ketdi. Demak, taqdir qo'shilganlar bir yerga yig'ilibgan. Mushu hayotlikda biz ma odam bilan manda vaqtni ko'rsiz deganlar. Hamini ko'rishgan, hamini birlikda tiklayotgan, hamini birga yashayotgan demakchi. Shunga mayli siz hozir qanday xizmat qilayotgan bo'lang, mayli loban bilan, mayli pul topadigan bo'lang, pul topamagan bo'lang, siz bir narsaga ishining, u bo'lsa-mu taqdirga ishining. Men 4-5 yilning oldida Urumchiga kelganda pul topibmi deb ko'rmagan kitob qolmagan, o'rganmagan dars qolmagan. Hatto men yo'llarda uxlab ne chiqatim, yig'layotgan holatimga tushib qolgan. Hozir o'ylab baqsam, ayni vaqtdagi holatimni o'ylasam men kelib, hayotimni isrof qildim. Yig'lig'idek ish yo'qkan, urganning foydasi yo'qkan. Shunama pul topgan vaqtimiz ketgan har qanday odamningki natija qozonayotgan vaqti ketgan, tig'i vaqti yetib kelmabdi. Vaqtingiz yetib kelmadi degan gap shundami? Siz qancha kallingizni yasangizmi, siz muvaffaqiyatga yiqilishamaskan. Xuddi Lyubanni misol qilsak, Lyuban 48 yoshning oldida Xangavzu Lyuban. Qanchalik tirishib ketishdan qat'iy nazar shundami? O bir odatga bir odam, dehqon. Lekin qisqagina 7 yil jarayonida har xil o'rinlashtirishlarga uchrab endi u. Mushu Chinshxonningki emgak qilib berib ayna odamni minib, odamni qoch ketib, men basam kallamni tutamdi. Deb taqqa chiqib qaroqchilab, undan keyin qo'sqechib qilib, past ko'chib baylar bilan urush qilib, mallarni bo'lib degandek, yani keyin peyshanga bag'olab ketib, aynda qilib, ana 400 yillik qaqandan beni barliq keltirib, tunji qatim jahondagi qo'l-qo'ligilik tikilgan odamga aylandi. Demak, har bir odamningki hikoyasini anglasam, hikoyasida jafo tortib, qon qusib, chashlarni oqatib, pul topolmabdi ekan. Lekin har qanday ishni mayliga qo'yib berib shundami? Qanday kun kelsa, shu kunni xushallik bilan qabul qilib, o'sha ishni qilish jarayonida bir narsani o'rgangan vaqtda har bir odam pul topdi ekan. Undaqda demak, mening hikoyamni anglagandan keyin sizda qanday ganjo'di? Balkim ekran oldidagi sizmi menga o'xshash bulab boqqan bo'lishingiz mumkin. Jafo tortganda pul topolmanlik, lekin payt kelganda, vaqt kelganda qanday pul topasiz degan gap. Shuni bilgandan tortib, og'rinmanglar, azoblanmanglar, yig'lamanglar, ishchinglarni pishirib ketmanglar, boshqalar pul topib ketdi, boshqalar yaxshi kun ko'rib ketdi deb ularga havasmi qilmanglar. O'sha yaxshi kunlar sizlarni saqlab turibdi. Sizlar faqat yuz bergan ishning hammani qabul qilib, oldinga qalab mangsanglar kim, sizlarning turmushinglarning go'zal ekanligiga mangu ishoninglar demakchi. Gapimni yoqtirgan bo'lsangiz, ganjo qilinglar. 2 oyning 16-sida darsga kelib o'rganib boqaydigan do'stlarim kelib o'rgansanglar, bularga taqdirimiz qo'shilgan bo'lsa, birga pul topishimiz mumkin, do'st birodar bilan qilishimiz mumkin, aka-ukalar qilishimiz mumkin degandek, ya savdoga hamkorlashib qilamiz degandekmi endi. Ashta, hammalarni naq maydon darsda ko'rishlar, ganjo qilmag'ali ganjo qilinglar. Eng yaxshi iqtisod bilimlarini yo'llab turibmiz.